Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan o'tadigan mavzu kompyuter tizimining turlari va komponentlari. Siz egallaydigan amaliy ko'nikmalar quyidagilardan iborat. Kiritish va chiqarish qurilmalarini toifalarga ajrata olish, mikroprotsessorlarning vazifasi va foydalanishdagi kamchiliklarni bilish, kompyuter tizimlarida amaliy va tizimli dasturiy ta'minot bilan ishlash, ichki va tashqi xotira mexanizmini va turlarini o'rganish. Aziz o'quvchilar, sizlar ma'lum bir turdagi axborotlarni o'zlashtirishda kompyuter tizimining yordami benihoya katta ekanligini yaxshi bilasiz. Endi bu dars davomida sizni bir qancha terminlar bilan tanishtirib o'tamiz va ularning asosiy vazifalarini tahlil qilib bilib olasiz. Ham apparat, ham dasturiy ta'minot insonning ishlari bilan to'ldirilib, to'liq ishlaydigan kompyuter tizimini ishlab chiqaradi. Ya'ni ularning ingliz tilida hardware, qo'l bilan ushlab ko'rish mumkin bo'lgan qurilmalar va software, qo'l bilan ushlab bo'lmaydigan dasturlar deb tushunsangiz bo'ladi. Dasturiy ta'minot komponenti qo'shimcha qurilmalarda ishlaydigan ko'rsatmalar, dasturlar, ma'lumotlar va protokollarga ishora qiladi. Kompyuter qurilmalariga keys, monitor, klaviatura, sichqoncha, printer, fleshka, shuningdek keys ichidagi barcha qismlar, masalan, qattiq disk, asosiy plata, video karta kabi qismlar kiradi. Dasturiy ta'minot kompyuterda maxsus amallarni bajarish uchun yaratilgan muayyan ko'rsatmalar to'plami. Kompyuter tizimi ishlashi uchun sizga qurilma va dasturiy ta'minot kerak bo'ladi. Keling endi ushbu qurilmalar tuzilishi va funksiyasi bilan yaqindan tanishib olamiz. Desktop kompyuterida odatda tizimli blok, alohida monitor, klaviatura va sichqoncha bo'ladi. U stol ustiga joylashgani uchun desktop, ya'ni o'zbekcha stol usti deb ataladi. Shuningdek, all-in-ones, ya'ni barchasi bittada deb nomlanuvchi desktop kompyuterlar ham mavjud. Bunday kompyuterlarda qurilmalar monitor ichida joylashgan bo'ladi. Notebook kompyuterda ham desktop kompyuterdagi kabi qurilmalar bor. Tizimli blok ichidagi qurilmalardan biri protsessor yoki asosiy plataga biriktiriladigan chip hisoblanadi. Protsessor kompyuter dasturlarini ishga tushirish davomida murakkab hisoblash amallari va mantiqiy amallarni bajaradi. Video karta tasvir hosil qilish, ularni inson tushunadigan ko'rinishga o'zgartirish va displey orqali chiqarish vazifasini bajaradi. Audio karta ovozlarni tinglash, yozib olish va ijro qilish imkonini beradi. Elektr ta'minoti elektr tarmog'idagi o'zgaruvchan tokni doimiy elektr tokiga aylantiradi va uni boshqa komponentlarga yetkazadi. Qattiq disk dasturlar va ma'lumotlarni saqlash uchun foydalanadigan xotira turi. Kompyuter tizimini ishga tushiruvchi ko'rsatmalar to'plami dasturiy ta'minot deb ataladi. Dasturiy ta'minotning ikkita asosiy turi mavjud. Tizimli dasturiy ta'minot kompyuter ish faoliyatini tashkil etish uchun zarur bo'lgan dasturlar va amaliy dasturiy ta'minot kundalik vazifalarni kompyuterda bajarish imkonini beruvchi dasturlar. Amaliy dasturlarda ishlay olish uchun operatsion tizim kerak bo'ladi. CPU asosiy plataga biriktiriladigan chip bo'lib, u arifmetik mantiqiy blok, mantiqiy amallar hamda bitlarni siljitish amallari, qo'shish, ayirish kabi arifmetik amallarni, boshqaruv bloki kompyuterning turli qismlarini boshqaradi. Kompyuterning turli tashqi qurilmalari mavjud bo'lib, ko'p uchraydiganlari klaviatura, sichqoncha, trackpad, printer va skaner qurilmalari hisoblanadi. Kompyuterning markaziy protsessorini CPU, Central Processing Unit, ko'pincha protsessor deb atashadi. Mikroprotsessor qurilmasi CPUning funksiyalarini bajaradigan yagona integral sxema, ya'ni chipdir. Mikroprotsessordan kir yuvish mashinalari, video playerlar va himoya signallari kabi jihozlarni boshqarish uchun foydalaniladi. Foydalanuvchining grafik interfeysi sichqoncha yoki trackpad yordamida rangli ekrandagi ikonkalarni bosish orqali kompyuter bilan muloqot qilishning oson usuli. Operatsion tizim bilan muloqot qilishning yana bir usuli buyruqlar qatori interfeysi, ya'ni command line interface yordamida amalga oshiriladigan muloqot hisoblanadi. Utilit kompyuterlarni tahlil qilish, sozlash, optimallashtirish va unga xizmat ko'rsatish kabi vazifalarni bajara oladigan tizimli dasturiy ta'minotning qismi. CPUning nihoyatda muhim qismlaridan biri asosiy xotiradir. Tezkor xotira, Random Access Memory, asosiy plataga biriktirilgan va u joriy vaqtda foydalanilayotgan dasturlar va ishlayotgan hujjatlar saqlanadigan xotira hisoblanadi. Doimiy xotira, Read Only Memory, kompyuter yoqilganda ishga tushishi uchun ko'rsatmalarni saqlaydi. ROM, ya'ni doimiy xotira kontentini o'zgartirib bo'lmaydi. Zaxira xotiralar ikkilamchi xotira yoki tashqi xotira deb ham ataladi. Bu nomlarning barchasi aynan bir qurilmani anglatadi. Ikkilamchi xotira qurilmasi ba'zan tashqi xotira deb ataladi. Bu energiyaga bog'liq bo'lmagan
xotira hisoblanadi, ya'ni kompyuter o'chirilganda saqlangan ma'lumotlar o'chib ketmaydi. Flash xotira qurilmasi ham bunga misol bo'la oladi. Savol va topshiriqlar. Mikroprotsessor orqali boshqariladigan uy jihozlari ro'yxatini tuzing. Uy jihozlarida mikroprotsessordan foydalanish jarayoni haqida ma'lumot to'plang. Mikroprotsessorlar qay tarzda yordam beradi? Ulardan foydalanishning qanday kamchiliklari bor? Internetga kirganingizda muayyan turdagi dasturlardan foydalanasiz. Ularning umumiy nomi nima? Maxsus ishlab chiqilgan dasturlarning standart dasturlardan farqi nimada? ROM va RAM kompyuterlardagi xotira turlari hisoblanadi. ROM qanday qurilma va uning vazifasi nima? Kompyuter xotirasi o'rtasidagi farq ta'rifini yozing. Olingan bilimlaringizni mustahkamlash va yangi ko'nikmalarni hosil qilish uchun kompyuter turlarining farqiga borish, ishlatib ko'rish, ularning qanday operatsion tizimlarda ishlash qobiliyatlarini kuzatishingiz lozim bo'ladi. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling.